Bismillahirrohmanirrohim. Telefonda nikoh o'qitishlik hukmi qanaqa dedilar? Telefonda nikoh o'qitishlik bo'ladi. Shartlari bor faqat. Xoh u kuyov qamoqda bo'lsin, xoh ozodlikda bo'lsin, undan qat'iy nazar shartlari bor. Shartlari shuki, ayol kishi va erkak kishining oldida guvohlar turishligi kerak. Erkakning oldida ham ikkita musulmon inson guvoh turadi, masalan, ayolning oldida ham shunaqangi guvohlar turadi. Ya'ni bu guvohlar nimaga turadi? Asl nikohning o'zining shartida chunki guvohlar borligi va yana uning ustiga o'sha nikoh o'qitilayotgan odam, ya'ni bizdan g'oyibda turgan odam, telefon ortida turgan odam haqiqatda o'sha ayol yoki o'sha erkak ekanligiga guvohlik bergan ikkita inson turadi. G'oyibdaligi uchun biz o'sha insonning shaxsiyatini aniqlashtiramiz, ya'ni. Va yana ayol kishining mahri turadi, valisi turadi albatta. Ayol kishining valisi o'sha telefon orqasida turib ruxsat beradi. U ayolga o'sha erkakka nikohlayotganligi haqida. Shu bilan bu yerda bir nikohni o'quvchi inson bo'ladi. Nikohni o'quvchi inson deganligimiz ikki tarafni roziligini olib, ikki tarafni bir-biriga bog'lab qo'yadigan odam bo'ladi. Mana shu bilan nikoh o'qitilaveradi inshaalloh. Bunda hech qanaqangi zarar yo'q. Chunki bu hozirgi kundagi aloqa vositalarida shubha yo'q deyarlik. Orqada turgan odam boshqa odam bo'lishligiga, o'sha shubha bo'lgan taqdirda ham yuqoridagi ikkita musulmon inson guvohlik bersa, o'sha shubha shu bilan daf bo'ladi. Inshaalloh shu bilan nikoh o'qib qo'yishlik bo'laveradi. Bu risola bilan nikoh o'qitishlikka o'xshab ketadi. Ya'ni shunaqangi qilib maktub orqali nikoh o'qitishligi va maktub orqali taloq tushishligi, masalan, fiqhda bor narsa bu. Maktub orqali taloq tushadi. Demak, nikohning yechilishligi bo'lyaptimi? Maktub orqali nikohni bog'lanishligi ham xuddi shunday maktub orqali bo'laveradi. Taloq ham shunday. Telefonda berilgan taloq yoki hozirgi kundagi mana shu SMS qilib jo'natilgan taloq hammasi tushadi. Shuningdek, uni nikohdan bog'lanishligi ham tushaveradi inshaalloh.